nega hali Feruza Life qaltis muammolarga, qaltis mavzuli asarlarga murojaat etishi? Bitta voqelikni keltirib qo'ysak, har kim o'z rakursidan qaraydi-da, xohlagan voqelikka. Siz bu tanqidlarga uchrashingizni bilgansiz. Bu birinchi tanqid emas, to'g'rimi? Yo'q, tanqidga ko'nikib qolganmiz. Tavakkal qilgansiz. Nima uchun cho'chimaysiz? Bitta kitob chiqargan ekan. Xo'sh, unda masalan mana biz Javlon Jovliyevning Qo'rqma romanini olib chiqdik. Qo'rqma o'zbek adabiyotini deyarli oxirgi yillardagi hamma rekordlarni yangiladi. Unda Javlon Jovliyev ham shunchaki bitta kitob yozgani uchun oddiy talabani kundaligi bo'lib qoladimi Qo'rqma romani? Bu tanqidlar Feruza Life g'oyasi deganlar ham ko'p bo'ldi-da. Bu nima deysiz? Men unaqa deb o'ylamayman. Burakova haqida ham ma'lumotlarni to'liq qidirib ko'rishmagan. Biznesga kirib kelganimizdan beri har doim tanqidlar bizda kamchiliklarimizni ko'rsatib bergan. Kitobni tarjima qilish jarayonida biz bilgandik, bu kitob aynan shu oddiy kitobxon uchun qiziq bo'lishini. Bugun noqonuniy kitoblarni olib internetdan o'qiyotganlar ham o'g'ri, ularni tarqatayotganlar ham o'g'ri. 25 funt nima qilish qiyin bo'lmaydimi? Qiyin bo'ladi. Ko'p yaxshi mana shunaqa suhbatlarni kesish qiyin bo'ladi-da. Keyin amalliyman.